olib kelyapti. Yo'nalishda qatnayib turgan haydovchilarni sen menga o'tasan, bo'lmasam bunaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi, tahdidlar qilyapti, bizga kelib zo'ravonlik qilyapti. Biz kimga murojaat qilishimiz kerak, nima qilish kerak? To'g'risi hayron bo'lib qoldim. Yok. Sanzır ya. Üçen tören bizde. 150 Üçen tören tenderga qo'yilgan, tenderni yutganmiz. Peki. Bu odam xalqni ko'tarayotganligi uchun o'sha qonunni joriy O 150 ta mashina olib kelib, bo'ldi bo'shatib beraman. bo'ldi. 150 ta mashina Bular uchun sen gapirishga haqqing yo'q. Sen ham gapirishga haqqing yo'q. 150 ta mashina olib kelasan, men bo'shataman. To'xtanglar-da, men qarang. Sizlar ham bitta kalalar. Nomerni yozib olinglar. Agar 150 ta mashinani men ko'raman. 150 ta mashina chetda ishlaydi. 150 ta mashina kelmaychi bular kelmaydi. Shuni bilib o'yla. 150 ta mashinani olib kelmaychi bular kelmaydi. 150 ta kelmaychi hech kim chiqib chiqmaydi. 150 tadan ag'a ishlamaydi. 150 tadan bo'shataman. 150 ta kelsin shahardan 25 kilometrdan Qo'chibda kelib kelsin shekka. Ha, 150 ta mashinamiz keladi. Keladi, 150 ta mashina har kuni kelib qatnaydi, ko'ramiz. 150 ta mashina kelmaydi. Qaror bo'yicha shunaqa. Shu transport rahbari. Transport nazorat inspeksiyasiga murojaat qildim. Ya'ni men shu yo'nalishda tenderda yutib olganligim haqida, lekin ichki ishlar xodimlari negadir Hukumat. Yo'q, siz to'xtab. Hurmatli kuzatuvchilar, ommaviy axborot vositalariga bosimni ko'ryapsizlar. Mana. Ana chiqishlar odamlar o'tirib ketyapti. Nima? Qilmaylar, urushmaylar. Bunda jamoat tadbirkorni olib ketishyapti. Tenderda yutib olgan tadbirkorni qo'lini qayrishib, ichkariga olib kirib ketishdi. Bitta haqqing yo'q sani. Bitta tenderda yutib olgan bo'lsang ham deb, mana milis xodimlar olib kirib ketdi. Bu hukumatimizdan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri Aziz Toshpo'latovdan tartibga solib berishini so'rab qolaman.